yurtimizga issiq havo oqimi kirib keldi. Havo harorati juda ham baland. Bu bosh miya falajligiga uchragan bemorlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni DTP bolalarda vegetativ nerv sistemasidagi o'zgarishlar, termoregulyatsiyani buzilishi, kam harakatlik va ter ajratish jarayonlari boshqacha sustroq bo'lganligi uchun issiq urishi, ya'ni gipertermiya ko'p uchraydi. Ushbu holatda demak salqinroq joylarda ushlashga harakat qilish kerak, ko'proq suyuqlik berish kerak, ko'proq cho'miltirish kerak, o'sha tanasini haroratini normada ushlab turishga harakat qilish kerak. Aks holda bolada o'sha gipertermiya jarayonlari bo'lib, boshqa kasalliklarga ham sabab bo'lib qolishi mumkin. Umuman olganda DTP bemorlarda o'sha termoregulyatsiya buzilishi hisobiga issiqni ko'tara olish funksiyasi qolgan sog'lom bolaga nisbatan pastroq bo'ladi. Farzandingizga ehtiyot qiling.